Erkak ayolining ko'zgusimi? Hozirgi kunda juda ham keng tarqalgan mavzulardan biri erkaklar ayolning aksi, ko'zgusi deyishadi. Aslida bu aksincha. Ayollar erkakning ko'zgusi aksi hisoblanadi. Sababi erkak yondagi turmush o'rtog'iga vaqt ajratmasa, mehr bermasa, sarmoya kiritmasa, albatta ayollar bu narsadan qiynaladi va depressiya, stress holatlarga tushish ham ko'paymoqda. Aksincha bo'ladigan bo'lsa, turmush o'rtog'i ayolini tushunib, sarmoya kiritib, unga vaqt ajratib, unga mehr, qo'llab-quvvatlashlar beradigan bo'lsa, shunchalik ayol ham ijobiy va pozitiv holatda bo'lishi mumkin. Chunki ayollar emotsional hisoblanadi. Ular emotsiyaga boy va har bir narsaga ta'sirlanadigan inson hisoblanadi. Shunday ekan, har bir narsani ayollarga taqiyvermasdan bu joyda erkaklar ham o'zi tomonidan nima berish kerak va oiladagi munosabatlarga ikki taraflama yondashish kerakligini tushunish kerak deb o'ylayman. Sizning fikringiz qanday? Erkak ayolni ko'zgusimi yoki ayol erkakni ko'zgusimi? Izohlarda fikringizni qoldiring.